Nihoyat Nedik ukamiz 129 kun deganda Makka Madinaga yetib boribdi. Ba'zi bir insonlarning Nedik videosini kommentariyasini o'qisam, sen samolyotda ketding, sen mashinada ketding, Turkiyada fohisha qizlar bilan yotib yurding, o'qilling, buqilling deb kommentariya yozishibdi. Bitta-ikkita videolarni ham ko'rdim. Oy, nima farqi bor? Samolyotda ketadimi, peshkom ketadimi, mashinada ketadimi? Zato eplab bordi-ku shu bola, eplab. U Makka Madinaga ham to'g'ri kelgan lipo odam ham bora olmaydi. Alloh uyiga Alloh chaqirgan odamlar boradi faqat. Inshaalloh bizga ham nasib qilsin. Biz ham boraylik deb niyat qilinglar. Unaqa so'kib, fisq fasod qayodagi bo'lar bo'lmas narsalarni kommentariyasiga yozmanglar. Nedik ukam, men seni u aktivingga, boshqasiga tupurib qo'ygan joyim bor. Seni insongarchiliging sifatida, ukam sifatida men seni juda ham hurmat qilaman hozirgacha ham. Podpishking bir 30 mingta, 20 mingta bo'lganda ham, menda 1 millionta bo'lganda ham oldimga kelib salom alaykum qilganingda meni kibrni yoqib, o'zimdan kimdirni yasab olmaganman. Ukajonim, malades, sen eplading. Xudo xolisa, agar Makka Madinada yana piyoda keladigan bo'lsang O'zbekistonga, senga bitta sovg'am bor. Hozir men Namangandaman. Xudo xolisa Farg'ona, Andijonlarga ham o'tamiz. Farg'ona, Andijonlarga borib kelganimdan keyin inshaalloh meni ham oldinga borish niyatim bor. O'rtoqlar duoda bo'lib turinglar, biz ham inshaalloh shunaqa joylarga borib ziyorat qilaylik.